72 kilo. Gah o'zgarar sokin hayot, kimdir to'sar daryoni ham. Azizlar, Hadichaxon haqida xushxabar bor. Bilasizlar, kuni kecha operatsiya bo'lgan. Hozir izolyatsiya xonada, ahvoli yaxshi. Hadichaxonda operatsiya qilgan doktorlarning aytishiga qaraganda, o'simtani 95% olib tashalgan. Endi esa qolgan 5% o'simta nur yordamida butunlay tak-tugi bilan yo'qolib ketar ekan. Hozir shuni ustida ishlashyapti ekan. Azizlar, juda ham muhim xushxabar bo'ldi biz uchun. Xudo xolasa boshqa yuzi shishib ketmaydi, keyinchalik sog'lom hayotga qaytadi. Bu muhim xabarni hammaga tarqatib qo'yinglar. Yana bir muhim yangilik, boshqa hech qanaqa davlatga borishi shart emas ekan, shu yerda butunlay tuzalib O'zbekistonga qaytadi. Azizlar, qaytadi. Hozir biz birinchi etap operatsiya uchun to'lovini qildik. Xudo xolasa ahvoli yaxshilansa, qachonlardir shu yerda yuzi tiklanadi, protez ko'z qo'yiladi, sog'lom hayotga qaytadi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin azizlar. Keyingi videolarda kutinglar. To'xtatiladi inshaalloh. Butunlay bu o'simta Hadichaxonni tanasidan, butun vujudidan yo'q bo'lib ketilishi uchun imkoniyat borligini eshitib, butun hamma duolar uchilganligini his qildim. Oqqan daryo oqmay qolmas, butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas.